Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. 2025-yil 12-may sanasiga Giant Red giloslarimizni ko'rib turibsizlar. Ham kolonavirusni hosil oladi. Qo'shmag'i nisbatan kam. Hosildorligi o'ta yuqori. Ancha-muncha gilosga nuqta qo'ysa kerak. Sotilishi, eksport bo'lishi ham yaxshi. Turishlar sizlarga kalibrini ko'rsatgani qo'limga bir qopqoq olganman. Hozir dasni uzib ko'rsatamiz. Ko'rib hali bu gilosimiz pishgan yo'q. Qopqoq to'liq o'tiribdi. Kalibri 30 dan yuqori bo'ladi. Giant Red. Bir haftada pishib, qizarib yetiladigan kutamiz. Daraxtimiz 5 yasharlik. Quvani gilos. Kimga shunaqa navlar qiziq bo'lsa do'stlar, bemalol bizdan ishonchli navlar sotib olishlari mumkin. Kuz oyiga, noyabr oyiga xudo xolasa hujjatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqib ishonchli navlardan sotib olishlari mumkin. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.